Yosh bola-buvijonlarimiz, yosh kichkina bolajonlarimiz uchun yumshoqqina bochkalarimiz tayyor. Iftorlik dasturxoningiz uchun mangu подписка bo'lib, kommentariyada mehringlarni qoldirsanglar, hammasi sanoatiga jon ketaman. O'sha raqamlar bilan bog'lanib, ikkinchi xamirni ham yo'nalib, bunga qo'shib maydani Xamirimizni strechga o'rab, yarim soatga холодильникga qo'yib qo'yamiz. Bochkalarimizni endi qizib turgan duxovkada 200 gradusda yarim soat pishirib olamiz.